Erkak ayolmisan, chiq. Erkakman. Qancha bo'ldi kirganingga? 3 yil bo'lyapti. Buni nima qilishing kerak sen? Oshiq bo'ldim. Eski sevarman. Bu sehirdagi zakazni kim bergan? Kim imini kim qildirgan? Qarindosh. Nimani xohlayapti u? Ota-onasini ajratish kerak, oilasini bir qanday qilish kerak. Nega unchalik kirishib oldi bunga? Suymaydi, yoqtirmaydi. Mana qizni qaynasiga o'chashib qilyaptimi? Qaynasi bilan qaynotasiga. Tushunarli. Bu qiz nima qilib qiynayapsan buni? Uyga kelgandan keyin sevib qoldim. Sevib qoldim. Qizni sevib qoldingmi? Nimasini sevib qolding? Chiroyini. Bu ota-onasiga bo'lgan sehr, oilasiga bo'lgan erini. Yedirganmi, ichirganmi, sepilgan nima qilgan? Yedirgan. Nimani yedirgan? Shkalan. Yedirganmi, qanday bo'lgan? Uyga olib kelgan. O'sha shkalandan bu ham yegan, o'qitilgan shkalan bo'lgan. Bu nima qilish kerak edi shokolad? Bu qiz sharmanda bo'lib, ularni sharmandasini chiqarish kerak edi. Sharmandaga chiqarish kerak edi. Sharmandani chiqarish kerak u qiz. Tug'mash kerak edi. Tug'maslikka bo'lgan. Keyin bolasi bor-u? Harakat qilsak ham bo'lmadi. Keyin shu oilasi sharmanda bo'lishi kerak. Sharmanda bo'lishi kerak, farzandlari farzand ko'rmashi kerak. Xor bo'lishi kerak ular. Tushunarli. Baxshi erkakmi, ayolmi? Ayol. Nechta baxsh? Bitta baxsh qilyaptimi? Bir nechtasi qilyapti? Gulnora. Baxshimi? Gulnora ismi baxshini. Baxshi ismi Gulnora. Yaypanli. Qayerlik? Yaypan. U qayer u? Tushunarli. Sen yana nima qilib qiynayapsan buni? Er yaqinlashsa yoqmayapti, ajratishim kerak. Yaxshi ko'rib qoldim.